Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar tor betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali kantondagi Verkoren degan tog'liq kentda. Hozirgi o'rnim dengiz yuzidan 2000 metrdan oshadigan egizlikdagi bir o'rmonliq. Ko'rayotganinglardek zip zangir osmon, oppoq qor, yeshil qarg'aylar. Shu qadar go'zal manzara. Mana shu go'zallik ichida turib, hozirlarga Abduqodir Jaloliddinning Dog'mu Zinaq degan kitobidagi bir parcha maqolni o'qib beray dedim. Temasi tarix darsi. Kecha. Atrof dimiq va buruqdirim. Oliy maktabga o'qishga kirgilay 1 yil bo'lgan Umid nimanidir o'ylangan holda aslimi yozayotgan dadasining yeniga kirdi. Dada deb asta tovladi Umid. Saydullayev apandi o'g'liga burilib qaradi. Uning qo'ruq besib ketgan qatang'ur chiroyi ustal chirog'ining ancha kuchli bo'lmagan yo'riqida sirlik ko'rinadi. Dada, o'xshash bir odamni har xil kitoblarda har xil baholab yozishadi ekan. Hatto bir odamga burun berilgan baho bilan hozir berilgan baho bir-biriga butunlay zid keladi ekan. Hech bilolmadim. Zodi tarix degan qandoq narsa? Saydullayev apandi g'ilpal kulimsirab qo'ydi. Balkim bu savol bir oz ushtumtut to'yilgan bo'lsa kerak. U birdam o'ylanib turib qoldi. Darvaqa, qilin tuman orqasida tashlanib yotgan jilvidor o'tmishni darhol yakunlab birdimi deyish oson emas. Mana mening o'zimmi bir tarix. Bu tarix o'zimdan burunqi va o'zimdan tashqari tarixlarning mahsuli. Ammo bu tarixni qandoq tilda so'zlashning o'zimi bir masala. Uni o'qish uchun alohida bir lug'at ketadi. Saydullayev apandi turib qoldi. Umid javobning shundoq oxirlashib kelishidan ansirgandek ulabla so'radi. U qandoq lug'at dada? Saydullayev apandi yana kulimsirab qo'ydi. Lekin bu kulkini bahuzur kulki degili bo'lmaydi. U har bir odam o'zining amaliy sarguzashtisi, ya'ni jarohati, tengirqishi, oldinishi, g'azablanishi, qattiq varqirishi, xiyol qilishi, bearam bo'lishi, tit bo'lishi, qurbon berishi orqali tuzadigan lug'at. Bu lug'at har bir odamning o'ziga xos bo'ladi. Uni boshqalarga vakolatan tuzib bergili, nashr qilg'ili bo'lmaydi. Tarixdan iborat murakkab kitob oldida har bir odamning o'ziga loyiq ilib basi bo'ladi. Demak, tarix yaratmaganlar tarixni tuzuk o'qiy olmaydi ekanda, shundaqmi dada? To'g'ri deding. Undaq bo'lsa, tarixni qandoq odamlar yozdi? Tarixni g'oliblar mag'lublarning dumbisiga yozdi. Ammo dumbisini tutib bermaganlar mag'lublardan emas. Masalan, mening ismimmi bir tarix. Saydullah degan ismim mening o'z-o'zimga mansub bo'lgan tarixim. Yo'q degan qo'shimcha so'z bo'lsa, mening tariximga tengilgan o'zgacha tarix. Men buni o'z beti qo'yib qo'ydim. Chunki amaliyotning o'zimi shundoq. Jahonda g'ayriy kuchlarning ta'siridan mutlaq xoli tura oladigan tarixni men texi ko'rmadim. Arini uqqili bo'lmaydigan bir xil jimjitlik qopladi. Bu yuqorqi suhbatning sirliq kuchidanmi yoki har ikkisining birdam sukut qilishini xohlaganligidanmi? Ishqilib ibodatga o'xshaydigan daqiqalar bir pas hukm surdi. Umid jimjitlikni bozdi. Dada, sizningcha tarixni qandoq usulda o'rgansa bo'la? Kutubxona, muzeylarga berish bu tarix o'rganishning bir xil usuli. Lekin men undaq qilmadim. Men miltiq degan narsani tutishni,
çuvub quraştırışni öğrengandan keyinla tarixni özümçe düşünüp kaldım. Mesela bir konu popaykini çuvuya alısang, bu mu bir tarix? Lekin bu yerim yartı tarix bolup kalıdı. Onu çuvub bolgandan keyin dittinge layık keladigan bir popayka yoki bir pälay toqısang, mana bunun özü bütün tarix boladı. Tarix o'qish degan ashundaq gap. Saydullayev apandi o'g'liga tikilib bir qarab atgandan keyin bir tal tamakini og'ziga selib tutashtirdi. U tamakini qattiq bir sho'rab, isini ustal chirog'iga qartib pövlividi. Chiroq atrofida xotirjam o'ynayotgan bir qancha kumutda vuduqqinadan o'zlarini daldiga elishdi. Mening nurg'un do'stlarim dalalarda o'ldi, dedi Saydullayev apandi titragan ovozda. Bularning jasadi qo'tur lolma itlarga yem bo'lmadi. Chunki lolma itlar kishilar tugilib yig'ilib olgan shaharlarda yashaydi. Ularda bayavanga bara oladigan tabiat yo'q. Bayavan degan burkut, shunqar, shir, yo'lboslarning vatani. U yerda ta'ma degan narsa mavjud emas. U yerda botirlik va ho'sharlikdan bir daqiqami ayrilmay yashashga to'g'ri keladi. Chunki yashash degan rahimsizlikning girdobida turadigan narsa. Rahimsizlik bor yerda kurash bo'ladi. Balkim mening do'stlarimning jasadi shir, yo'lbos bo'rilarga, burkut, lochinlarga oziq bo'lgandi. Ularning ruhi buni ko'rib, texim xursand bo'lgandi. Chunki ashundaq bahodir kishilarning jasadi bahodir jonliqlarga oziq bo'lib, ularga madad bersa, sharafning ustiga sharaf emasmi? Mana men o'zimni elib etsam, ko'rpaning ustida jon beradigan o'xshayman. Lekin allaburun ruhimni qutqizib bo'lgan odamman. Shunga do'stlarim meni qizg'in qarshi oladi. Ular mening keyingi hayotimni ko'rib turgan bo'lg'ashqa obdan tushunadi. Hayot uzunmi bo'ladi, qisqami bo'ladi? Uning haqiqiy ma'nosi o'zidagi eng ahamiyatli vaqtlarga yoshiringan bo'ladi. Hayotingning oz to'la ahamiyati bo'lsa, uning uzun qisqa bo'lishining hech qanday farqi yo'q. Saydullayev apandi gapini to'xtatdi-da, oldidagi ustalning tortmasidan bir kartushkani chiqarib o'g'liga uzatdi va shundoq dedi: "Mana bu mening qabrinomam. Men oxirgi bir abzasnimi boshqalarning qalamiga qoldirishni xohlamadim. Farzandim bo'lish sufting bilan sodiq bo'ladiganligimga ishonaman." Umid kartushkaga qaradi. Onunda shundoq yozilgan edi: "Bu yerda yotgan kishining yaxshi planlari bor edi. U buning uchun nurg'un tirishchanlik ko'rsatibmi baqdi. U oxir mag'lub bo'lishga qilch tan bermagan holda ketib qoldi." Tamam. Hürmetlik anglarman, ko'rarman qarindoshlar. Abduqodir Jaloliddinning Dağmu, Zinahmu degan bu kitobida o'zgacha uslubda yozilgan bir necha parcha maqolasi meni boshqacha jalb qildi. Xudoyim buyursa bu yil ichida shu maqollarni tanlab hozirlarga sunaman. Quyosh degan ko'zlarimni ochamay qoldim zodi. Ma'qul emsa bugungi anglitishimiz mushagacha bo'lsin. Oxirida qaysi manzarani qo'shib qo'ysam bo'larki? Tog'da bo'lgandan keyin tog' manzarlardan bahra olg'aysizlar. Xayri xush, omon bo'laylik. Xayri xush. Ay, shundoq chiroyli kun bo'layotdi. Mengib tushib ketay endi menmi.
hoş geldiler. Rahmet apa, Öyle oldu. Kokteyl muhabbeti ya. Muhabbetini parlağı derecede bir yaşamayız değil. Sap havadan nefesiyle tabiatın koymadan. Ouais. Oh ouais. C'est pas très 2026. Ok, il y a un petit truc. Oh là 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 là, la provoque. Oh, c'est solide. Le mono. Oh, attention, stop, stop, stop. Oh là 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 là. Solide maladroit. Aïe aïe aïe. René, tu vas mettre la misère à Snolly. Ok. C'était pas si mal fait du bruit pour Snolly. Allez René, à toi. Ok, hey, hey, hey. Pour la claque. Ok. Attends, regarde un peu. Attends. Oh là 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 là. Ok, sur ce premier battle, est-ce que vous pensez que c'est Snolly qui a gagné? Faites du bruit pour Snolly. Oh là là, que des mythos sur cette terrasse. Est-ce que vous pensez que c'est Renate qui a gagné? Sally, qo'yib nasrimiz mayoni qo'yib qo'yib qolam. Lala. O'tdi.